О, адвокат получила 20 тысяч и там что-то мутит, крутит там. Больше получила, больше. А почему так делают, не знаю. А вы сколько получили, пожалуйста, вы скажите. Господин адвокат, что через их труп хотите, да? А что вы, куда вы идете-то, не знаю. Вот так, да? А что вам не стыдно через их труп зайти туда, а? Господин адвокат, вы скажите, пожалуйста. Просто ответьте, никто вас не трогает. Просто отвечайте на эти вопросы. Bank bo'lmasa, boshqa bo'lmasa, uni dokumenti bo'lmasa. Нет, через их труп. Сколько haqinglar bilan kelib olyapsizlar, Кто вы такие, чтобы меня спрашивать? Я вам обязана отвечать? Я вам не обязана, вот и все. Вот кредитni будем. Жаловаться будем, потом поговорим. А вы вообще кто вы провоцируете там, милицию там? Говорите, что освободить. Olaman. Men 20 ming so'm oldim. Men bo'shatib berishim kerak deyapti advokat aka. Militsiyalarga nima qilib bo'lsa ham bo'shatib ber deyapti-ku advokat xotin. Конечно. Hurmatli qirg'izistonliklar, mana hozir O'sh oblasi Arava rayoniga qarashdi, Allanar rayon hukumatiga qarashdi O'sh 3000 ko'chasida yashagan, joylashgan bir uy blogi taqdiri bilan sizlarga tanishtirgimiz keldi. Ankeni mana bugun 2018-yil 30-noyabr kunda tunda hozir soat qancha bo'ldi? Hozir soat 12. Bir uy blok ko'chada qolgan. Mana yosh qari kempirlar, mana yosh baldar bardigi ko'chada o'tirishadi, klonka to'sib olib. Anan o'shani biz tan qolyapmiz. O'shuncha sovuqda ko'chada qolgan. Hozirgi 21-iqlimda o'shanday bo'lovi. Hurmatli mekandoshlar, sizlarga o'shani tartiblayapmiz. Endi mana enelerdan o'zinglar o'qib ko'rgilachchi, ne bo'ldiki? Nejem, ne ko'chada o'tirasizlar? Mana sovuqda 12 bo'ldi. Baldar menen kirib ketmaysizlarmi? Voy, biz qanday kirib ketamiz? Bo'tayeva Gulchehra degan 1%chini dastidan yo'q pulga uyimizni tortib olib, ko'chaga qo'yib qo'ydik-ku. Mana boldar bilan o'tiribmiz. Biz nech kun bo'lsa ham ko'chada o'tiramiz. Bizga haqiqat bormi kelgan? To'g'rini yech beradigan sud bormi kelgan? Bizning ahvolimizdan so'raydigan prezident bormi kelgan? Shu ko'chada nech kun bo'lsa ham, qish kuni bo'lsa ham shu yerda qishtab o'tiramiz. Bizga yechmay berguncha shu yerda o'tiramiz. Baldarga uyga kirib, qo'shnilarga kirib qo'ysanglar bo'voyva. Qo'shnilarga uyimiz yo'q, qo'shnilarga qanday o'tkazamiz? O'zlari qish kunida zo'rg'a o'tirishgan bo'lsa qo'shnilar. Men bolalarimni olib kirib qo'ysam qayerga yotadi? Ko'rpa to'shagimiz bo'lmasa bizni 10,000% bitta uyimizni olib bizni ko'chaga chiqarib yubordi. Hokim davlat bormi? Hokim bormi? Hokimni nimaga saylagansizlar? Davlatni hech kim so'ramayapti. Bu yerda hech kim so'ramayapti. Deputatlarni saylanguncha hamma yo'q qiladi. Bunaqa qilaman, anaqa qilaman so'zlar beradi. Bittasini javob qilmaydi dashlardi. Hech kim so'zidan chiqqan yo'q deputatlik bo'lib olib. Mana uy bilan, mana kelindari menen, yosh ene menen, baldari menen mana ko'chada o'tiradi. Mana abalni ko'rgilachi, mana tartib qo'ydilachi, mana. Mana. Mana tuz soat 12, qish, ayavay sovuq. Biroq enelar o'tiradi mintib ko'chada. Qo'shnilaringlar yo'qmi sizlarda? Eja qo'shnilar. Qo'shnilar olib kiray deb atar. Biz ko'nmayapmiz. Biz ko'chada qoldikmi? Qo'shnilarnikiga qachongacha yashaymiz? Bizga adolatchilikni qilib bersin. Mana boldarimiz ham sovuqda o'tiradi. Chillani kunida qishda. Adolat bormi? Deputatlar nimaga saylangan? Mana davlatni elni qo'llayman deb saylanib nima yurishni ishlasa kerak, quloq solishmasdan.
Mana o'shantib, hurmatli mekendoshlarimiz, mana ko'ryapsizlar, ayva qishda sovuqda ko'chada kempirlar, bolalar, yeneler ko'chada jurt qo'nishlar, bu bardig'i ham ko'chadamiz. Ham bu uylarni qantib tashlab biz o'z uyimizga kirib ketamiz. Hurmatli mekendoshlarim, mana baldari bardi, kuyov baldar, yosh baldar bardig'i mana ko'chada turishadi. Shularga kirib yoting, hola uyingiz bekasa deb qo'yasiz. Bugun 30-noyabr soat 9:15 minut o'tdi mana. O'tirishdi mana. Hali ham mana qani adolat mana. O'sh rayon, O'sh 3000, Aylanarov ko'chasi. Mana intimaq bar yerda iris bar. Mana iris, mana intimaq. Mana. Soat 10 bo'ldi. Xotinlar hali ham o'tiribdi mana. Katta xotinlar, bolalarini qo'shnilarning uyida. Kechikdi. Mana 2018 30-noyabr mana. Bitta semya ana ko'chada o'tiribdi. Soat 10 bo'ldi. Mana bitta semya. Aylanarov, O'sh rayon, Aylanarov. Mana O'sh 3000. Nima bo'ldi xolalar? Ketmaysizlarmi uylarga? Bolam, qanday ketamiz? Uyimizdan chiqarib yubordi. Uyimizga mana qulf solib qo'ydi. Bir bo'tay. Mana soat 10 bo'ldi. Mana xotinlar o'tiribdi mana. Eskirdi odamlar. Hali bir o'tirishibdi.